Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Termiz shahri, ko'pchilik biladi, Deviatka deydi. Shu yoqda oldin qurilgan 4 qavatli binolar, domlar bor. Ana shuning 4-qavatdamiz. Mana shu 3 xonali uyimiz sotiladi. Bu mehmonxonasi. Koridordan o'ng tomonga yurganda oshxona. Bu oldin qurilgan uylarda bilasizlar, balkon ham kattagina bo'ladi. Bunaqa tapchanlar qilib, bu yoqda o'zida ham o'tirib choy-poy ichish mumkin. Remont holi sveji, remont qilingan, hech kim yashamagan bu yoqda holi. Endi bu yoqda tualet alohida, vanna alohida. Mana bu yoqda bitta yotoqxona qilsa bo'ladigan bitta xona, kichkinaroq. Endi yana bitta xonasi qoldi. Bu yoqda ham uzungina, endi uncha 3 metr atrofi bor. Bu yoqda yana bitta xona. Narxini 460 million deyapti. Agar kimga qiziqadigan bo'lsa, konditsioner bor ekan. Bitta telefonlashasizlar. Savdolashib ko'rasizlar. Biz qanaqa holatda turganini ko'rsatdik, narxini aytdik. Agar kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ovozlaring bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.